الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Nisoning 120-oyatini o'qiyapmiz. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo shaytonning insonni ozdirish har xil shakllarini, shakl yo'llarini, turlarini bizga bayon qilgan bo'lsa, bugungi oyatda shuning davomini bizga deb beriyotdi. Astag'izu billah. يعدهم يمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Şeytan onlara va'da qiladi. Ularni quruq arzu xiyolga tashlaydi. Şeytanning ularga va'da qildigini faqat va faqat aldinishdan boshqa narsa emas. Ya'ni bir vahmiy ahvol, vahmiy ko'rinish, vahmiy xiyol demakchi. Ya'ni normalda insonga xuddi qarasak bir ishlar bo'ladigandek. Qishqovasak yo'q. Bir ishlar chiroyli ko'rindigandek, mohiyatda chiroyli emas. Bizdan bir ishlarni qo'rqitayotgandek, mohiyatda qo'rqinchli ish emas. Ya'ni asli mohiyatning tam aksi bilan bizga har xil va'dalarni qiladi. Bizni har xil ham xiyollarga cho'mdiradi. Bizga shunday va'dalar. Endi buning misollarini ko'rsak, nihoyatda ko'p. Masalan, kishi o'zining iqtisodini peshonasidan ter oqqizib turib topadi. Japatatı tapıdı. Hiç kim o'zi japatatı tapgan iqtisodni tikaga buzatkisi yo'q yoki oldidagi ma'lum vaqtlarda shu iqtisodga qiynalib qoldigan bir davrini beshin o'tkazgisi yo'q. Shayton dal mushu ojiz nuqtadan keladi-da, kishi yaxshi yo'lga haydashga tutishgan vaqtida qana qiladi? Sen hozir manch pul va sen de manch yosh, oldingda falan pulkun chiqimlar va balangni maktabda o'qitsa, uni o'qib lazım, buni o'qib lazım, buni qilmasdan qanday qilsa, degandek va'dalar bilan insonni kambag'allikdan qo'rqitadi. Sura Baqaraning 268-oyatida biz bu oyatni o'qigan. Ash-shayton ya'idukumul faqra. Shayton sizlarni nima bilan qo'rqitadi, nimani va'da qiladi sizlarga? Kambag'allikni. Bu shaklda va'da qiladi. Bu insonning qanday nuqtasi bu? Ojiz nuqtasi. Ojiz nuqtasi. Ayetning bu oyatda va yumannihim biz ilgirki oyatda bu to'g'risida asroq deb o'tgan arzu, quruq arzu ham xiyol. Ya'ni shuning misol sifatida oldingi darsimizda masalan o'ylaydi-da, bu musulmonlar manda qiyomat bor deydi, tirilish bor deydi, qabr azobi bor deydi. Yo'qib qolsa masalan. Bizning nurg'un ishni qilg'imiz va musulmonlik tufayli qilamayotimiz. Masalan, agar kelgusida degandek tirilish olmay qolib qolsa, oxirat olmay qolib qolsa, biz birmuncha biz qilishga tegishlik, huzurlanishga tegishlik, fayzi surishga tegishlik ishlarni qo'yib qo'ygan bo'lmamdi hayotda. Bo'lmasligi mumkin. Degandek orzu, xiyollarni qanday qiladi? Bizning qo'limizga soladi. Azdırdı insanı, meyli bu xil xiyollar, bu xil azdırışlar şeytanның, iblis cin şeytanның vasıtası bilan insonga qilinsin yoki odamiy shaytonning ki vasıtalar bilan insonga deyilsin, vasvasa qilinsin, insonga keladi. Mutlaqo shaytonning ki vasvasa qilish shakllaridan birisi bu. Ya'ni Qur'oni Karimda ikki qarindoshning masalasini tilga oladi, misol sifatida. Buning birisi noyati mu'min taqvo, yana birisi fosiq shaytonning o'zi. Haliqi fosiq shaytonning o'zi bo'lgan qarindoshi o'zining mu'min taqvo qarindoshiga o'zining ahvoli bilan ko'ranglaydi. O'zining ahvolini uningga bunda ko'rsatib qara, mening beg'im seningdan.
katta, mallarım senden köp, ballarım senden köp deyip gelip nima deydi? Sura Kahf'ninki 36-oyatida وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Men qiyomatda bir ishning bo'lishiga toza qana qilmayman, ishonmayman. Mencha qiyomat qana qilmaydi, bo'lmaydi. وَلَئِنْ رُدِدتُّ Meda munayt muhim gapdan birisi bor. Agar farzand bittaqdir qiyomat bo'lib qolib, inson o'lgandan keyin qayta tiriladigan bir ish bo'lib qolgan taqdirda, yanala men deydi. Yaxshisi qirishman. Yani Rabbim vaqtman yaxshisini berdi. Ma shakldagi xam xiyol, ma shakldagi quruq orzu o'zicha o'ylaydi-da. Dunyodami da hamma ishni men loyiq bo'lganlik uchun erishdim deydigan bir tuyg'u bo'lg'achqa. Masalan, menda bir posiq shaytonsimon huquqi va yoki shaytonsimon hisobi va kishilarningki o'ylaydigan nima desa, men bu iqtisodga yoki bu huquqqa, bu martabaga, bu nom obro'ga loyiq. Şolaşqa erişdim degan bir tuyg'u bor. Bular shunda o'ylaydi-da. Men dunyoda tirishib, shunga loyiq bo'lib erishdim-ku. Bo'lgandan agar farzand bittaqdir, menchi yo'q, qiyomat tirilish, insonlar tirilmaydi. Ama tirilib qolgan taqdirda dunyoda menga qanday birilgan bo'lsa, men qanday erishgan bo'lsam, chuqur oxiratda shunday erishaman degan bir shaklda quruq orzu, xiyollarni qiladi. Şeytan del muşu şekilde onun kallasıga vesvese kıldı. Muşu şekilde onu aldaydı onu. Ma şekilde aldaydı. Şu başka ayet, ilgirki ayet mi? Şu haklı sözler atıdı. Ma ayet mi? Hem şu haklı sözler atıdı. Tekrar. Kırana ayetinin oturusu da ya'iduhum. Ula kaçta bir vaadlerini biridu. Mesela ve yumennihim. Ulanı kuruk arzu, arman, xiyallığa taşlap koydu. Yani ulanı kuruk emizek vurdu yani. Depolop ayetning keyingi qismi, oxirgi bo'lagi ilgirki mazmunlarni ta'kidlagan bir shaklda shaytonning bularga birdigan va'dasi faqat va faqat nima deydi? G'urur. G'urur arabchada nima desa, kallasida bor insonning xiyoliy tuyg'usida bor reallikda yo'q ishlarni biz nima deymiz? G'urur deymiz. Mesela bayatım degandek, men yaxshi yo'llar uchun iqtisodni sarf qilaman degan vaqtda menga reallikda bo'lmagan kambag'allikni ko'rsatdi. O'ylab qolma, xiyol qilib qolma, qo'rqma. Shuning bilan iqtisodni yaxshi yo'llarga haydlashdan chekinaman. Yoki bir jihad maydoniga borishni tamshalganimda meni o'lib ketishdan qo'rqitdi. Balang qanday qildi, ayoling qanday qildi, sen o'lib ketsang chekinaman. Masalan, yine digil tutsak misal naiti köp. Kıyamet bulmay qasçı degandek mesela. Yani şeytanın ameliyatda insonga qiladigan bütün vesveseleri, bu şekildeki vesveseler hemmesi yaz kunlari Irakka qaragan vaqtimizda bizning ko'zimizga suv o'xshash ko'rinadigan sarapdan boshqa narsa emas. Qarasak Irakdan qaragan vaqtda, usab qolgan vaqtda suv ko'rinadi, qishib olsak hech nima yo'q. Alloh bu shaklda tasvirlayotdi shaytonning vasvasalarini. Ya'ni shaytonning bizga qildig'ini bu. Sura Nur'ninki 39-oyatida shaytonning bütün musha ahvollarining hammani nima deb tasvirlaydi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda? Kasarabi biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Irak'tan qaragan sugan odamga nisbatan yozning issiq kunlarida bir suv yaltirab turgandek ko'rinadi. Amaliyotda uning qishiga kelsa hech nima bo'lmaydi. Shaytonning insonga beradigan ozdirishlari, vasvasalari, insonga bir quruq orzu, xiyollarni imizakdek o'xshash emdirib qo'yishning hammasi bu shaklda qana qiladi, tasvirlanadi qarindoshlar. Shu qiyomat kunisi Alloh subhanahu va taolo meseleninki unda emes ekanligini bayatdan o'qigan oyatimiz shu suralarninki 39-oyati. Men bayatdan kesibroq o'qigan oyatni 5-ni o'qisak, vallazina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an. Kuffar, ya'ni kafir shaytonning vasvasiga kirib ishlarni qiladi. Bir ishlarni qiladi. Bir taraflarga mangadi, bir qadamlarni oladi. Amaliyotda uning qilgan ishlarining hammasi xuddi shayton onunğa tasvirlaganidek, shayton onunğa vasvasa qilgandek, shayton onunğa sifatlab bergandek bir saraf. Irak'tan qaragan suz
odamga nisbatan, usab ketgan kishiga nisbatan bir suv. Ammo qishig'i kelsa, hech nima yo'q. Va vajadallohu indahu favaffahu hisabahu. Bu vaqtda Allohni o'yadi ushurtidi. Ya'ni Alloh uning hisobini oldiga qo'ydi. Butun hisoblari tamoman oldi. Allah o kadar tez hesap ağacı. Yani dünyada insan şeytanın vesvesesiga kirib, dünyadan tezlikte ketidi insan. Nurg'un ishlarni qiladi, shu vesvesinin arqasidan. Nurg'un qadamlarni oladi. Yani o'zining dunyodagi imtihon qog'ozini to'ldirib oxiratga borgan vaqtda u o'ylagandek chiqmaydi. Şeytan onunga bergan va'dadek chiqmaydi. O vaqtda uning ko'radiğini kim bo'lsa Alloh bo'ladi. Yani Allah'ını kurudu deganimiz, yani xiyalida asla Allah yoktu bunun. Kıyamet degan narsa yoktu, tirilish degan narsa yoktu, hisob degan narsa yoktu. O'lgandan keyin qiyomat bo'lgan vaqtda qabr kelgan tatib boshlansa, qiyomat bo'lgan qadar buning uchraydiganining hammasi mufojaa bo'ladi. Bu burun o'ylamagan uni. Ama o vaqtda maalesef keyniga har qancha chekinsin, har qancha shundan qilsin, o vaqtda asla nim bo'lmaydi. Paydası bo'lmaydi. Demek bu yerda shaytonning keyniga kirgan bir kofirning uchraydigani ikki turli musibatga uchraydi. Birisi o'zi su deb o'ylab qolgan tarafga qarab mangan u dunyoda. Shu ishlarni qilgan, qachon kelsa su chiqmay qoladi. Bu bir. Ikkinchisi hech xiyoliga kirib boqmagan, hatto inkor qilgan, ishonmagan zot Alloh uning oldiga hisob og'ida chiqadi. Qani qilgan ishingdan hisob bira nama amal daftarlari sol tarafidan beriladi. Bu ikki musibat uni o kadar cho'chitdiki, dunyoga qaytay desimi purust yo'q, har qancha pushmon qilsimi bunisi yo'q, purust yo'q. Burun dunyoda voy uni qilayotgan, buni qilayotgan degan cho'ng qilayotgan ishlari hammasi yo'q hisob bo'ladi. Qur'oni Karimda sura Furqonning 23-oyatida musha ahvol tasvirlanadi. Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Biz ularning qilgan ishlarini birini chang tuzonga o'xshash qilamiz. Nima ishqa? O'sha vaqtda balkim qarindoshlarimizning ichidan bir bo'laklari bu haqda mana bir savolni o'zicha insonlikqa, o'zicha adolatparvarlikka tutib ketib so'rab qilishi mumkin. Bir kishi musulmon emas. Yani Allah'ını inkar kılıdı. Allah işenmeydi dünyada. Ama insaniyetki o kadar cık işlerini kıpaygen. Mesela nurg'un keşfi Allah'ını icat kıpaygen. Mesela tok icat kılgınga okşaş. Ayrıfılan icat kılgınga okşaş. İnsan o kadar kolaylık işlerini kıpaygen. Hem de muşa edem. Muş dünyada kılgan muşa işleri kıyametki vakti da ötmemdi bir nersege. Yani muş edem dövzek kiremdi o deb bizge ma noktada durup sual soraydı. Biz deymiz ki İlahi adalet o kadar adalet ki kişi özünün kılgan işlerinden nemini gözlese Allah onu verirdi. Bir adam dünyada bir işini kıldı. Kılgan işiden pul tepişini, iktisat tepişini közlep kılgan bakın onunla iktisat durdu. Bu kadar. Eğer nam şöhretini közlep kılgan olsa nam şöhret durdu. Eğer Allah'ni, cennetni közlep kılgan olsa, cennetni birdi. Onu bu ilahi adalet. Cennetni közlemey. Asla cennet degan narsani xiyollig'imga kirgizmay, Allah degan hukmni xiyollig'imga kirgizmay mangan odamga ya sana men cennetni bersam bo'ldi deb zo'lash unga nisbatan zulm u. Chunki u dunyoda asla uni xiyollig'imga keltirmagan u. O qanchalik ijodiyatlarni qilib kelsin, qanchalik kashfiyotlarni, qanchalik tadqiqotlarni qilib kelsin, qilgan nishonni qilib qanaqalaydi, erishalaydi, undan boshqasiga erishamaydi. Bu ilohiy adolat. O'zi o'ylamagandan boshqasini berish unga nisbatan zulm. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis var. Peygamber alayhissalom hadisda qiyomat kunisi 3 kishini so'roq qiladigan eng tunji qitim savol qilinib hukm qilinadigan 3 kishini tilga oladi. Biz bayatdan har xil ijodiyatchi, kashfiyotchi, tadqiqotchi dedik ya. Helg'u ekan islomdagi eng buyuk amallarni qildi deb hisoblanadigan 3 kishi. Birisi o kadar cihatlarni, o kadar kurashlarni qilgan jang maydonlarida va oxirida shu jangda o'lib ketgan Mujahid ismli birisi.
Yana birisi alim deb atalgan, bilim berilgan ve şunda da qaralgan ve nurgun ilimlerini başkalarına ügetken, taqatgan kişi. Yana birisi ixtisod berilgan ve yaxshi yo'l deb qaralgan yo'llarga haydagandek shaklda o'rtaga chiqqan ve o'lib ketgan kishi. Bularning har birisidan so'riladi. Sen nima ish qilding? U vaqtda men o'zlarining yo'llarida jihad qildim ve bu yo'lda shahid oldum. Yalg'a aytding. Sen bu urushni, bu jihadni Allah'ni deb emas, palani mujahidkin deb deyilsin deb qilding. Deyilib bo'ldi. Yani sen ko'zlagan ish birildi sana. Sening maqsading boshqaning oldida qahramon bo'lmoqchi. Qahramon bo'lding. Ko'zlaganingga erishding, do'zaxga tashlanadi. Sen nima ish qilganding? Men o'zlarining rizoliqlarini deb, o'zlarining yo'llarida bilim o'rgandim, bilimni boshqalarga o'rgatdim. Yalg'a aytding. Seni boshqalar olimkan desin deb o'rganding, o'rgatding. Deb bo'ldi, yani sen ko'zlaganingga erishib bo'lding. Do'zaxga o taşlanıdı. Sen nima ish qilding? Men iqtisod topdim, iqtisodni o'zlarining yo'llarida hajladim, yalg'a aytding. Sen iqtisodni boshqalar sehiy ekan desin deb qilding va do'zaxga tashlanadi. Mazmun shu, hadisning mazmuni. Ya'ni bu yerdan bizga uqtirilmoqchi bo'lgan narsa nima desa? Ilohiy adolat. Ilohiy adolat nima? İnsan qilgan ishidan nimani ko'zlasa, shuni qilishi. Nam obro'yini ko'zlasa, uning nam obro'y berishi mumkin. İqtisodni ko'zlasa, uning iqtisod. Ya xotinni ko'zlasa, uning xotin hatta hamma amallar niyatga bog'liq. Kimning hijrati Allohning rasuliga bo'lsa, uning hijrati shunga hisob bo'ladi. Kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyoga bo'lsa, u dunyoga erishadi. Ayol bo'lsa, u ayolni o'ylanadi. Degan bir şekildeki mazmundaki aqida niyat haqidagi bir hadis var. Şu hadismi bu yerda bizning davatgan o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan maqsadimizni shu qanday qiladi, ta'kidlaydi, kuchlantirdi. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz shu qarindoshlar. Agar shayton bizni dunyoda ozdirib, bizning xiyollarimizga, ko'ngillarimizga amaliyat real bo'lmagan ishlarni chiroyli ko'rsatdi. Biz anda o'xshaydimi, ketib qoldik. Oxiratga borgan vaqtda qilgan ishimizning hech qaysi qanaqamaydi, asqatmaydi. Birdan bir asqatdig'ini biz nimani ko'zlab qilgan bo'lsak, shuni qilishimizki, oxiratni deb qilgan bo'lsak, shuni qilishimiz, jannatni deb qilgan bo'lsak, uni qilishimiz masala bu qadar oddiy masala qarindoshlar. Endi shu munosabat bilan bir narsani deb qo'yg'im keldi. Hayotda Alloh subhanahu va taolo bunda bir qonuniyatni o'rnatgan. Bu qonuniyat o'zi nima desa, hayotda bir sabablar o'rnatilgan. Kim sabablarni ro'yobga chiqarsa, natijaga erishadi. Shuning asosan Alloh insonlarga o'xshamagan iqtidorlarni bergan. O'xshamagan iqtidorlarni bergan va iqtidorini sarf qilsa, shuning natijasiga erishadi. Mayli u nima bo'lsin, musulmon bo'lsin, bo'lmasin. Buni deyishning sababi ba'zi qarindoshlarning qilisi kelib qolmasinki, ba'zi musulmon emaslarmi o kadar güzel natijalarni dunyoda büyük keşfiyatlarını qo'lga keltiradi. Tirish orqali nurg'un iqtisod topa oladi, nurg'un mansab erishadi. Hatto ba'zi davlatlarni qura oladi masalan. Bu qadar cho'ng ishlarni qila oladi. Bu Allohning zaminda o'rnatgan qonuniyati. Bu qonuniyatda musulmon, kafir tamoman o'xshash. Alloh uning bergan qobiliyatga tayinib turib tirsalar, tirishgan kishi qanaqa qiladi, erishadi. Bu yerdagi mening davatgan masalam nima desa, qilgan har bir ishimizda nimani ko'zlabmish, qaysi nishonga qaratmish. Men bu darsimizda va buning old darslarimizda alohida ta'kidlayotgan bir nuqta bor. U o'simi mu'minning bu dunyoda yashashi va yashash jarayonidagi qilgan butun ishlarining hammasi bir nishonni ko'zlabmish va bu nishonga qaysi yo'llarni yetib berish mu'minning tanlashi. Bizning ta'kidlayotganimiz mana bu. Nishon iniq olsun, şu nishonga qarab menish yo'lida qanday ish qilsak, Alloh o'qigan ishimizni shu nishonga qarab menish niyatimizga qarab turib, uningga ajr beradi va uning natijasini qanday qiladi, beradi. Ammo shaytonninki bizning qilayotgan ishlarimizga har xil natijalarni o'ngdan, so'ldan bizning ko'z oldimizga akilishlari hammasi g'urur,
boshqa narsa emas. Agar inson shu nuqtalarga qarab qolganida, ma hayotda jafo tortib qilgan ishlarga oxiratda hech narsaga erisholmaydi. Qo'sh ziyon tortqishildi. Dunyoda jafo tortqishildi, oxiratda hech narsaga qana qilinmaydi, erisholmaydi. Aksicha bir narsaga erishishning tamosi yo'q tutsin, bu xil shaklda ish qilganlarningki oqibati ulaika ma'wahum jahannam va la yajiduna anha mahisa. Shu xil shaklda ish qilganlarning oqibati jahannam bo'ladi. Jahannamdan hech qochadigan yani topolmaydi. Ma hozirgi masala nihoyatda aniq masala. Mazmun aniq. Qayta izohlashning hojati yo'q 121-oyatni. Ularning joyi jahannam. Undan qocholmaydi dedi. Ben şunu tercüme koyatım ama Arapçadaki iki ifade benim diqqatimni tortyapti. Şunu sizlar bilan bir o'rtoqlashadi. Birisi ularning joyi jahannam degandagi joyini ifodalayotgan ma'va. Arabchada ma'va degan nima desa, buni net bir so'z bilan ifodalashga qiynalmayaptimi? Bütün qiyinchiliklar qolsa insonga qiyinchiliklarni qechib eng oxirida to'xtaydigan nuqta. Xuddi bir odamning uyisi, bir qushning uvusi. Inson zodi boshqa yerda turadigan yeri qolmagan vaqtda boradigan oxirgi joy. Uningdan boshqa ikinci bir joyi yo'qmay qolib qolsa, buning ismi nima? Ma'va. Ya'ni bu ifoda shu ifodaki o xil shakldagi insonlar cho'gilaydi, mang'idi. Eng oxirida ularning dovzaxdan boshqa ketadigan yeri yo'q. Ma'ni chiqadi. Mushu ma'nini ta'kidlash uchun oyatning oxirisi va la yajiduna anha mahisa. Hech qochadigan joy topolmaydi deyishning sababi bu. Xuddi bu yerda dovzax bilan shu xil shaytonning vasvasasiga kirgan insonlarning o'tirisida magnetsimon bir xil tortish bordek. Bu xil insonlar undan boshqa liniyaga mangmaydigandek, dovzaxmi kila deydigandek bir xil hukm va ifoda chiqadi. Boshqa aylar qarasak, sura Qafning 30-oyatida dovzaxni qanday sifatladi Alloh? Dovzaxni deydigan gapi nima? Hal min mazid. Yana bormi? Manga kiradigan, dovzaxga kiradiganlar yana bormi? degan ifodani qo'llanadi. Ya'ni bu insonlarning boshqa chiqish yo'li aslo va aslo yo'q. Chunki u kunusda dunyoda juz'iy doirada, tar doirada insonlarga erkinlik berilgan bo'lsa-mu, ixtiyorlik berilgan bo'lsa-mu, tanlash huquqi berilgan bo'lsa-mu, ammo qiyomat kunusda butun tanlash huquqlari ib tashlanadi. Butun erkinlik ib tashlanadi. Har huquq, her buyruq faqat Alloh bilan xos bo'ladi. Limanil mulkul yawm lillahil vahidil qahhar. U kunistiki bütün huquq, bütün padişahlık Allah'a xos. Vallah vahid ve qahhar. Yani Sura G'afirning 16-oyati. Bu mazmunlarga ko'z yugurtganimizda oxirgi natija nima bo'ladi desa, u xil shakldagi shaytonning vasvasiga ozdirishlarga uchragan kishilarning oxirgi boradigan joyi shu bo'ladi. Undan boshqasiga faqat nima yo'q, ehtimal yo'q demek. Yani ondan başka bir qutulush yo'li yo'q. Endi yuqorida Alloh subhanahu va taolo bizni shaytondan ogohlantirib, shaytonning vasvasa qilish shakllarini bizga so'zlab va bu vasvasa nayt uch turib mujning harakatlarning oqibatini so'zlab bo'lgandan keyin buning tam qarshisidagi shaytonning vasvasasiga quloq solmasdan Allah'ның yolunu tanlab mangan kişilerini tilg'ilayotdi. Qur'onning uslubi bu. Kafirni so'zlasa, mu'minni so'zlaydi har doim. Jannatni so'zlasa, dovzaxni bildi so'zlaydi. Hozir shu uslub shaklida shaytonning keyniga ergashgan kishilarning oqibatini so'zlab bo'lgandan keyin mu'minlarning ahvolini so'zlab tindayotdi. Vallazina amanu va amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada va'dallahi haqqan va man asdaqu minallahi qila. Endi mu'minlar va yaxshi ishlarni qilganlar. Demak, yuqoridagi kishilarning tamaksi shaytonning vasvasasiga kirmaganlar, aldanmaganlar, biz ularni astida östan iqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qolib qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlaydigan kim bor? İlgirki oyatda Sura Niso'ningki 114-oyat. Yani biz darslarni shu shaklda o'qib kelyapmiz. Hozir 120-oyat. 114-oyatda Allah subhanahu va taolo o'zining mu'min bandalariga
büyük mukofot uradiganligini bir tilga olgan. Fasawfa nu'tihi ajran azima. Balkim 2 yoki 3 dars oldida biz buni qanaq o'tgan so'zlab o'tgan. Ma darsdami bayatdan shaytonning keyniga kirib ketganlik kishilarningki qarshisidagi mu'minlarning ahvolini mush shaklda o'xshash qanaq qilyotdi, sifatlar bor. Bular birdigan mukofotni da'votidir. Hamda Allah subhanahu oyatda bizning diqqatimizni tortgan bir nuqta bor. Senudkhiluhu cennetin senudkhiluhu. Biz isimli bo'lishi mumkin. Fasawfa nu'tihi ajran azima degan oyatda ish harakatining yuz berish vaqtiga qarab turib ma'lum vaqtdan keyin yuz beradigan ishlarga Qur'oni Karimda yoki arab tilida savfa ifodasi qo'llaniladi. Bu qo'llanilishdan fasawfa nu'tihi ajran azima degan mazmun oxiratga qaytadi. Agar yaqinqi vaqtni ifodalamoqchi bo'lsa, sin qo'llaniladi degan shu vaqtda. Endi ma'yatda sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhardagi sin bu mukofotninki dunyoda birildiganligini ifodalamaydi. Aksicha shaytonning yuqorqidek vasvasalaridan saqlangan kishi Allah'a o kadar yaqin bo'ladi-ki, Allohning bir ishi bilan, Allohning mukofoti bilan, Allohning buni beradigan oqibatdagi jannati bilan bu odamning o'tirdi faqat nima yo'qdek, musofa aslo yo'qdek. Ya'ni taqvolikning eng yuqori darajasi. Peygamber aleyhisselam'a Allah cennetini ko'rsatdi deyilsa, biz peygamber olmag'achqa cennetini ko'rish imkoniyatimiz yo'q. Ammo ko'nglimizdagi jannatga bo'lgan jazmiyat shu darajadaki jannat xuddi ko'z oldimizdagidek. Ko'zimizni assaqla jannatga kirdigandek, bir qadam narsla jannat bordikidek bir xil tuyg'u oyatni ifodalanyapti. Ya'ni mu'minlikninki imanning, taqvolikning eng yuqori pallasi. Buni biz Peygamber aleyhisselam bilan bir sahoba o'tirisidagi bir dialogdan bilib olamiz, shuni olamiz. Rasululloh sahobalarning birisini so'radi. Ya'ni Haris. Bugun ahvoling qandaroq qo'papsa, bizning normal ahvol so'raymiz ya. Haris dediki, haqiqiy mu'min holatda qo'papdimi? Ma gap haqiqiy mu'min. Gapning biroz o'rami cho'ng, ya'ni mazmuni bek cho'ng. Haqiqiy mu'min deganning agar o'ylanib qo'llatsak, hali ig'ir gap endi bu. Payg'ambar alayhisalom shuni so'radi. Gapingga obdan diqqat qil. Har qanday bir gapning bir mohiyati bo'ladi. Gapingning mohiyatini bilamsan, ya'ni haqiqiy mu'minning iymonning mohiyatini bilamsan. Ya'ni iymonning doirasi, darajasi, nega vodisining degan shaklda sahobadan takror so'radi. Sahoba javob berdiki, ko'nglim dunyodan butunlay so'g'ib ketdi. Ya'ni dunyo mening ko'nglimda hech narsa emas. Kechalari uyqusiz qoldim degani, men ma dunyoni mening hayotimda qaramagan bo'lg'achqa, kechalari namoz o'qiyapman. Kunduzlari uxsiz qoldim, ro'z tutayapman. Xuddi Robbimning arshisini oshkora ko'rayotgandek bir ifoda bor menda. Xuddi jannat ahlining birisi-birisidan yo'qlashayotgan, do'zax ahlining vaqirishayotgan bir ahvolini ko'ryapman men deb javob berdi sahoba. Rasululloh dediki, Haris, to'g'ri tunibsa, mushu yo'lingni chang tut. To'g'ri tunibsa, mushu yo'lingni chang tut. To'g'ri tunibsa, mushu yo'lingni chang tut. 3 qatim dedi Rasululloh Harisga javoban. Ya'ni iymonning darajasi, taqvolikning darajasi eng yuqori pallaga yetgan vaqtda insonga, mu'minga shu taqvo bandiga jannat eng yaqin Alloh keladi. Balkim Alloh subhanahu va taolaninki oyatdagi sanudkhiluhu degan sin ifodasini pat fursatda xuddi yaqin bir yerga kirgizilgandek bir ifodani qo'llanishi bu ma'nodan bo'lsa kerak qarindoshlar. Endi oyatning keyiniga qarasak, vallazina amanu va amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatga kirgizamiz. Mush munosabatlar bir gapni izohlab o'tib ketay. Arab tilida jannat degan bog', ya'ni bog'cha ma'nosida. Ya'ni beg'ova, daraxtlar va mevalik daraxtlar va daraxtlar bunda birisi-birisiga qanaqib ketgan, kirishib ketgan. Yani sahiy tushkizadigan darajadagi o'rinni bog'. Buni biz tushundirmasam, hammalarning big'imiz bor yoki bog'ni bilamiz har holda. Endi Qur'onda bu jannat ifodasi, jannat so'zi
Bir yerlerde normal sizlar bizning big'imizga o'xshash boqqa qo'llaniladi. Diqqat qilganimizda ma'lum narsaga bog'lanib qo'llanadi vaqtda. Ya'ni palonining, pukunining, andoq, mundoq degandek sifat ma'lum qaytlar bilan bog'lanib turib qo'llaniladi. Bu vaqtda sizlar bizning big'imizga o'xshash bog' maqsad qilinadi. Masalan, sura Qalamda inna balawnahum kama balawna ashabal janna. Biz ularni xuddi bog' egillarini imtihon qilgandek qana qildik, imtihon qildik. Ma shaklda ifodalangan Sura Baqaraning 265-oyatida kamasal jannatin bi rabwatin asqabaha wabil. Xuddi bir do'ngdiki boqqa o'xshashki, bu boqqa shabnam tushdi. Ma shaklda bog'larni nimda tasvirlanadi, jannat ifodasi qo'llanildi Qur'onda. Ya'ni ma'lum bir narsaga qana qilib kelsa, bog'lanib kelsa, hamda mutlaq jannat deb gap qolsa, u vaqtda biz ya'ni mu'minlar Allah hammalarni kirishga nasib qilsin, qiyomat kunisi Alloh taoloning mukofoti sifatida kiradigan jannat maqsad qilinadi. Hamda oyatdagi bir nuqtada qitimni tortdi. Men shu nuqtani sizlarga asraq bir tushuntirib o'tib ketay. Do'ngdagi bir bog'. Buningga shatnam tushdi deb tasvirlanadi ya. Bugungi ulamolarninki tadqiq qilib yetgan bir nuqtasi bor. Bog'ning o'rni qanchalik egiz, qanchalik do'ngda bo'lsa, yer osti qatlamidagi suvning daraxtlarning yiltizini buzib qo'yish ehtimoli shuncha tuyan bo'ladi. Bunda bog'ning yo'pirmoqlari yop-yashil, mevalari tamli bo'ladiganligini qanaqib chiqig'liq, bayqab chiqig'liq. Shuni bu şekilde tasvirlanayotgan bo'lishi mumkin. Hem oyatning oxiriga qarasak, fa'atat ukulaha da'fayn. Meva-chevalarni ikki hassa biradi deb tasvirlanganlikcha. Endi bu gap oyatdan qima oyatni bog', jannat degan so'zning dunyoning bog'lariga ishlatiladiganligiga misolan o'qib kelib chiqib qoldi bu gap. Bu nuqtadan sizlarga tushuntirib o'tib ketishni qana qildim, to'g'ri topdim. Ammo bu yerda bizning asosiy maqsad nima desa, oyatda shaytonning vasvasalariga kirmay Allohning yo'lida mustahkam manganlarni biz jannatga kirgizimizdagi jannat bog' emas, qiyomat kunisidagi oxiratda Alloh bizga hozirlagan mukofot jannat ekanligini men sizlarga uqtirish uchun buni da'votiman. Endi oyatning oxirisida yana diqqatni tortgan bir nuqta bor. Allah subhanahu wa ta'ala tasvirida, oyatning tasvirlarda bu do'ngdagi jannat deb buning yeşilligi, masalan, ma jannatlarninki mevasiniki o kadar go'zalligini bizni xotirjam qilgandek bir xil ma'noni olgandek bo'ldim. Yana bir tarafi oyatning oxirisidagi jannatning ostidan nima qilib turadigan, o'stanlar qilgan bir ifodasi bor. Biz Qur'oni Karimdagi ba'zi vaqtlarda jannatning ostida o'stanlar qidu ifodasini uchirtimiz. O vaqtda arab tilidagi min so'zi yo'q. Ba'zi vaqtlarda ostidan ifodasi qo'llanildi. Bu vaqtda arab tilidagi min ifodasi bor. Min ifodasini ostidan degan vaqtda bu yerdan tushundig'imiz desa, oqdigan ma o'stanning manbasi jannatning ostida. O'stanning manbasi jannatning ostidan, bu o'stan shu manbani asos qilib turib qana qiladi, oqidi. Bu ma'noni ifodalasa, min kelmagan vaqtida yiroqdagi bir manbadan kelib jannatning ostidan qanday o'tadi, eqib o'tadi degan ma'noni bizga qana qilsa kerak, ifodalasa kerak. Ondan keyin oyatning oxirisi nima deb oxirlashdi? Va'adallohi haqqan. Bu Allohning haqiqiy bir va'dasidir. Allohdanmi so'zi rost kim bor? Müşakilgan vaqtda biz insonlar o'tirisidagi va'da va va'daga rioya qilish, amal qilish masalalarini bir kallamizni o'tkazishimiz mumkin. Bizga kishilar va'da qilgan vaqtlarida haqiqiy va'dasida turadigan odam bo'lgan taqdirdami imkoniyat masalasi tufaylidan qilgan va'dalarini bizga to'liq o'rindab bo'lmaslik mumkin. Ya fikr o'zgarib qoladi, ya sharoiti yo'qolib ketib qoladi, yoki bu sababli va'dasi amalga oshmasligi mumkin. Bu ehtimol bor. Bizga birov va'da bergan vaqtda bizmi 100%lik buni o'rindaydi demaymiz. Bu bandaning sifati, ammo Alloh subhanahu va taolo hech qanday jihatda bandaga o'xshamaydi.
Bandaga keladigan o'zgarishlar kelmaydi. Bandadagi ojizlik ham kelmaydi. Ma nuqtadan Alloh subhanahu va taoloninki bir narsani va'da qilganligi, unasidan asla yenishning yo'qligi va chekinishning va u qilinmay qolib qilishninki yoki o'zgarib qilishning bo'lmaydiganligini biz Allohga ishongan mu'min bo'lishimiz bilan bu nuqtani qanaq tushuna olamiz. Shunga va'dallohi haqqan deb Allohning va'dasi haq deb Qur'onda alohida ta'kidlanishining sababi bu. Bu oyatning oxirisida Allohdanmi so'zi rostchil kim bor? Ya'ni bu yerda Allohdanmi rostchil so'zi rostchil kim bor? Xuddi tarjima qilgan vaqtimda bu bir savol jumlasidek tuyulgan bilan, ammo maqsad masalani muqarrarlashtirish. Tabiiyki, hammalar deymiz Allohdan rostchil hech kim yo'q. Alloh subhanahu, chunki rostchillik, yolg'onchilik nihoyatda degandek insoniy ojizlikning ifodasi, ya imkoniyatsizlikning ifodasi, yoki bir o'zgarish qilishning ifodasi. Bu xil kamchilik sifatlarining hech qaysisi Allohda yo'q. Alloh bu xil kamchilik sifatlaridan paktur. Şoňaşqa Allah'ның degan her bir sözi rastdır. Allah'ның qilgan her bir va'dasi mutlaka amalga oshadi. Qarindoshlar, şunu bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Inshaalloh kelasi darsimizda ko'rishguncha Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.